Bolaning baxtli kelajagi sifatli ta'lim va munosib tarbiyadan boshlanadi. Yurtimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, zamonaviy va barcha qulayliklarga ega muassasalarni barpo etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday ezgu ishlardan biri G'ijduvon tumanida amalga oshirildi. Bu yerda barcha zamonaviy talablarga javob beradigan yangi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bolajonlar uchun foydalanishga topshirildi. Ayni kunlarda G'ijduvon tumanida keng qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Jadal suratda davom etayotgan bunyodkorlikning yana bir maskani tumandagi Havzak mahallasida bo'lib, 70-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurib foydalanishga topshirildi. 120 o'ringa mo'ljallangan mazkur muassasa davlat dasturi doirasida qariyb 2 milliard so'm mablag' evaziga barpo etildi. Tantanali ochilish marosimida tuman hokimligi, mutasaddi tashkilotlar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar mahalla aholisini ko'p yillik orzusi ushalgani bilan tabriklab, mazkur muassasa farzandlarni zamonaviy sharoitda tarbiyalash va ularni maktab ta'limiga puxta tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladilar. Mehmonlar muassasada yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Yorug' va keng guruh xonalari, oshxona, tibbiyot xonasi, musiqa va jismoniy tarbiya zallari, bolalarning xavfsiz va mazmunli ta'lim-tarbiya olishlari uchun zarur barcha imkoniyatlar muhayyo etilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 120 o'rindan iborat bo'lib, 120 nafar bolajonlarni o'z bag'riga qamrab oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida sport to'garaklari, mental arifmetika, rus tili, ingliz tili va boshqa turdagi to'garaklar tashkil qilingan. Tantanali tadbir davomida bog'cha tarbiyalanuvchilari tomonidan tayyorlangan madaniy dastur ham namoyish etildi. Bolajonlarning raqs va musiqiy chiqishlari ramona kayfiyat ulashdi.